Yashang, umringizdan baraka toping. Endi bolam dil ketdi-da, hammaga ham emas lekin. Pulni o'rniga bitta chiroyli duo qilib qo'ysam-da, keyin oramiz ochiq. Nima dedingiz shunga? Pul beraymi yo chiroyli bitta duo qilib qo'yaymi bolam? Birinchi pulni berib keyin duo qilsangiz ham bo'ladi. Hech qachon pulga ko'ngil qo'ymang. Oxirati yomon bo'ladi. O'shanga ora-orada duo ham olib turish kerak-da. Men hammaga ham emas, dil ketgani uchun aytayapman. Ben duo qilgan odamlarning eng yomoni ham biznesmen bo'lib, Mercedeslarda oxirgi chiqqan mashinalarda yurishdi. O'sha men qilgan o'sha duolarning oqibatida. O'sha qatori sizni ham bitta chiroyli duo qilib qo'ysanda, keyin yo'llarimiz ayro sekin ketaveramiz. Qani? Mashinalaringiz tagidan shabadalar o'tib tursin. Hech qachon yo'llaringiz bexatar bo'lib, ota-onalaringizni baxtiga sog'-salomat bo'lib, bundan-da yaxshi mashinalarda olib maza qilib yuravering. Allohu akbar. Ana, bu yog'i yaxshi bo'ldi. Mayli, bizga ruxsat, sog' bo'ling. Amaki hazillashyapsiz o'ylabman, xizmatchi. Hozir hazillashadigan davr emas bo'lam. 50 mingga olib kelib qo'ygan bo'lsangiz, men 100 minglik duo qildim. 50 ming qarzdasiz o'zi. Mayli, unisiga roziman, siz ham rozi bo'lib qo'yavering. Pul kerak bo'lsa puli bor, prosta duo qilgim keldi sizni. Bolam, rozi bo'lib qo'yavering-a? Mayli, sog' bo'ling. Bittasi mafiya, bittasi duogo'y. Birontasi pul bermay. Men qachon ko'karaman, ey? Aka uyga ketishga bir tiyin pulim qolmadi. Pulda yordam qilib turing. Uka, hozir pul bersam, ichasan-ki, to'g'risini ayt. Tanor ichasanmi? Ha. O'tir, onasi ham birga ichamiz. O'tir. Bang.